Endi bu bizning setayotgan mashlarimiz ikkinchi qo'l mashina. Biz asosan bu mashlarimizga to'liq sifat kapolat qog'oz beramiz. Lekin buni haydash jarayonida ma'lum bir elib bir shikoyat ekan ya 15-20 kun ekan buning bir ostidan bir mana bir jiq qoladigan. Va yakomiz qanda mush oldi taraf motorning oldi taraf ses buraydigan. Va yakomiz qanda yakima oldida mana fandonga eqib qolgan degandek menda hech ancha-muncha ko'rilib qilish mumkin. Ham bu nemishqa deganda bugun mensoq dükkandap qolamanmi ya tishim og'rib qolamdi ya beshim og'rib qolamdi. Buning hech kim bir narsaga olmaydi. Men og'rib qolmayman faqat. Bir umr og'rib qolmayman, o'lib ketmayman degan olmaydi, shunday yo'qmi? Shunga bu mashalada ancha-muncha anda masalani ko'rish normal avval biz uchun. Ham silimi biz sizlik bu mashina menda sifat kapolat badoq degan gapning o'zi. Mashina ash avvaldan tortib kichikgina avvalmi faqat ko'rolmaydi degan gaplik emas qarindoshlarimiz. Bizning faqat sizga motor korpusini usqani 5000 kilometrga birinchidan berishga maqsad emas. Ham bu cho'ng jihati mashinaning bir eg'i kesib bo'lgan, suvda qolgan, o't qog'oz yo'q qolsa, nima yeksa 5-6 ay bir ajla aytsangiz bu bilishida. An ikkinchi birga buning motor korpusi 5000 kilometr degan emas. Agar motor korpusidan chataq chiqib, bir yak apasangiz, mashina bundan burun ya bir jigan avval ekan, jiyib bir qatim o'ng'ishigan mashina ekan deb agar ashulanda haqiqiy bizni qoyilqiliq isbot bilan bizni ta'minlab berasa, mashina o'xshash bizga qoladigan degan gapmi ava. Yana buni biz siz haydab bir yerlardan jiqib qolganimiz yokomiz ustidan kirkish taylaydi. Kirkish taylagan ekan bu jiyopeska eqib pejiganning qiziga yerlarga tegib buni is chiqadigan shulda. Sho'ng uning tepsiga tarasi bu 20 ko'pilga chiroyli Joves birdo shu yana normal, ya'ni esli keladi. Bu beksilib qabul qilinmagadek anda cho'ng emas. Uningdan boshqa ost tarafdan ya rol tarafdan bir yerlardan mayiqish deganda ham bu rolning da emas. Ya bir yerninki yo'ponglar ketib qolsa 32 ko'lik binas shu sasaq o'ng'ishildi. Shunga bizni setib olgan har qanday bir mashinada hozir cho'ng ish ko'rolmadi. Ancha-muncha ushaq ish ko'rilgan bo'lsa, ay jug'rab qo'paplam yatqayron yurib qo'yib bizga telefon qilmay, opirib bir remontxonaga opirib ko'rsatib, mani bir ko'rib baqma, inam, ya ustam, men nim bo'pti. Deganki, ya miyaning yo'pongning, ya ayaning manda bijimsa deganki, ha, nech pullik bijima, manch pullik, ha, buluda. Ma'qul ustam. Deb onu sil qildirib haydasanglar bulaverdi. Endi bijadim bir suya qilib qolsa, bijadim bir bijim temib qolsam, bizga telefon qilsanglar, biz silning qashingda bo'lmagan ekan, uni uqolmaymiz qarindoshim. Biz shu xapamay uni remontxonaga qapirgan shu nimbat, ashan qarta telefon qilinglar deymiz. Shunga biz bu yer qandaqdir mas'uliyatdan qochib, qandaqdir bu mashina faqatlan bir bijim bo'lmaydi degan gap emas. Biz faqat motordan cho'ng chataq chiqib, mush mashina bundan burun cho'ng bir remont tushgan mashina ekan motori desa, biz hisob degan gap. Bunu haydab ketib berib, siz haydab, suyni qo'ymay, ya jisi qolmay deb isbot tutqizib etsangiz, ya'ni shu o'zingizga bo'ladi. Ashunda bo'lamdi ya. Siz haydagan bijimni siz haydab buzib etsangiz, uning musbat kapolat berman bu yerda. Men gapni jing deyishimiz. Bu yerga maqsadmi shu. Shunga gapni yig'inchoqliga vaqtida mushunda ancha-muncha atrofimizda ushaqcha kishni biz berdi. Biz shuni qarta xaridor undas remontxonaga bilan ko'z paqanda emas, opirib yo'qolib ketdi cho'bi xaridormi. Şu nima uchun yo'qolib ketganda shu remontchimi deydi-da buni ya yo'pong bijana bijimiz ketdi ya ustininki kirishga talab qolibdi bital jo'lab uni buni qilib bersak bu dedi 10 yigim ko'p ketgan xijolat bo'lib bizga gap qilamaydi. Shun qo'rqib ketmanglar bulamda. Dal o'zi mana. Bulupam mushning o'xshash. Mushunda Nissan sho'ya. Odatda bir oil mashinasi qildim, mayseripat to'rak o'zi kangri, ichi rahatroq mashina deydiganning birdan bir o'ylishi. Mushni bir haydab baqan kelib qishimga mana bir vaqtingiz yetib qolsa, yaqiya do'lab qo'yib qolsangiz, ommasingiz kelib bir haydab baqib, anandagi o'lish baqsangiz bo'ldi. Alomat bekrat, bek eliqi huzurliqi ba mashinaning bir cho'bi. Motor bir dal chiqdi asosan Nissan Tida, Nissan sho'ya, Nissan Lenio deganlar o'xshash motor chiqdi. Mayseripat zadi tuvan mashinaning birisi shu. O'xshash mushu tiptiki maslanga 90% mashina qolganda mayseripat diba mesela dipar qismlarini tortib bek rahat chiqadi. O'rindiqlarima shunda rahat to'q chiqadi. Pistonlik ma'ning ichi butunlay oq chiqadigani, bek pakizra chiqadigani. Mashina qo'lqot qarindoshimiz. Mashinaning mushan tarafdan kichikdan qo'l qo'ydigan ya azroq upurib olgan bir ish va undan bilak mashinaning bir ko'pilga jarg'ayroq. Mashinamiz olib qo'yib qolsa 2014-4-oyninki Nissan sho'ya qo'lqotning eng olisi mashinaning pulisi ajoyib muvofiq. Bir atal kiysa langdonu ma'qullik bermaymiz. 25-20 ming xalq pul qilib olsiz. Ne qıpırımızmı, qarz qıpırımızmı bolaverdi. Qarz qilib bersakmi, asosan bir ko'p pul to'lamaga asosan haydab ketalaysiz. 2 oydan boshlab balkim 750 oydan da 850 oygacha shu oraliqda qarz to'lab beradigan chiqish mumkin. Shunga shundaroq oq ranglik Nissan sho'yaga havisi va ya bir ehtiyoj baqir narsamiz olib qo'yib qolsanglar, har vaqt kelib ko'rib baqsang bo'ldi. Mashinaning o'rni bizning market, peyz va do'konlarimizda naqlan mashina.